Bilasizmi, qaysi aviakompaniyalarda xuddi shunaqangi bagajingiz bo'lgan taqdirda ham sizda muammolar kuzatilishi mumkinligi haqida mana shu videoda sizga to'liqqina javobini berib o'tishga harakat qilamiz. Ayniqsa Domodedovo aeroportidan uchadigan reyslarga taalluqli. Bemalol hozirgi kunda agarda siz Uralskiy yoki bo'lmasam Pobeda yoki bo'lmasam shu kabi aviakompaniyalarga biletlarni xarid qiladigan bo'lsangiz, asosiy urg'uni Uralskiyga beramiz. Uralskiy aviakompaniyasida sizni bagajingiz ozginagina gabarit katta bo'lgan taqdirda ham, misol uchun sumkangiz mana bunaqangi ozginagina ishib qolgan taqdirda ham sizga avtomatik shtraflarni yozib olishni ehtimoli juda ham yuqori. Shuni hisobidan Domodedovo aeroportida ertalabki 10 va kechki payt 23:00 uchadigan O'zbekiston havo yo'llarining reyslari mavjud. Bemalol 32 kg bagaj 8 kg ruchni va Shedri tomoni agarda siz ruchnoyingiz 10 kg bo'lib ketgan taqdirda ham bemalol aviakompaniya xodimlari o'tkazib yuborish ehtimoli deyarli 99% holatga teng. Shuni hisobidan bemalol bizdan biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Domodedovo aeroportdan yoki Vnukovo aeroportdan havo yo'llariga qilib beramiz. Nomerlarimiz eslab qolasiz. +7 931 700 0077 +7 996 101 88 88 raqamlarimizga aloqaga chiqib bemalol biletlarni xarid qilib olsanglar bo'ladi.